Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldaymorom eshik derazalarimizni uстановkalarni tugatib oldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Hamzabod qishlog'iga o'rnatdik. Bu xonadonimizga jami uzunligi 8 metr, bo'ylari 2,60. Oldaymoniga rom, 4 dona deraza. Bitta derazamizning eni 1,70 ga 1,60. 3 dona derazamizni eni 1,40 ga 1,60 lik derazalar. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda o'rnashtirildi. Mana bu derazalarimiz razmerlari 1,40 sm eni, bo'ylari 1,60. Ishlarni yaqindan tanishtirib o'taman. Derazalar splashnoy oyna hisobida bo'lgan. Tepasiga bezpromoga holatda qilindi. Uy egasini xohishiga qarab, xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda va choylari ham ideal darajada keltirilgan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Oldi tereskamizga keladigan bo'lsak, tereskamizni ham har bitta oraliqlardan bittadan ochilishlar bo'lgan. Eshigiga o'rtasiga 1,40 sm eshik qo'yilgan. Shatlanka gullarini to'qizerdik. Xudo xolasa mana bu ham o'ziga yarashgan holatda juda ham chiroyli joylandi. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Har bitta oraliqdan bittadan ochilgan. Oynalari bir qavat yodviy solingan. Mana ustunlarni har doimgidek alkafonlar bilan chiroyli qilib o'rab berdik. Zamonlarga keladigan bo'lsak, zamonlar har doimgidek mana DVga original turetskiy zamonlar. Xudo xolasa hamma yo'g'i ligirovkalari go'zal holatda. Shatlanka gullari mana doimgidek chiroyli katta gullar. Bu xonamizning ichki tomoni. Mana qadrli kuzatuvchilar, xonadonimizda ham qurilish ishlari davom etyapti ekan. Endi navbat patologga. Xudo xolasa. Mana romimiz ruchkalari Akfa'ni o'zining original ruchkalaridan foydalanilgan. Xudo xolasa hamma yo'g'i ligirovkalari yengil holatda. Ishimizning narxiga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, 4 dona deraza, 1,40 ga 1,60 lik derazadan 3 dona, 1 dona 1,70 ga 1,60 lik deraza 4 ko'zlik. Oldayman rom 8 metr, bo'yi 2,60. Bu ishimizni общий narxi 18,500,000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Akfa Plus, MDF yog'och, eshik romni barcha turdagi mahsulotlarga ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.